Terini himoya qatlami qanday tiklanadi? Atigi bitta vosita. Men uzoq yillar davomida yuzdagi aknelardan aziyat chekdim. Juda ham ko'p pul sarfladim, turli xil mahsulotlarni sinab ko'rdim. Lekin ushbu mahsulot menga juda ham katta yordam berdi. Aytmoqchimanki, uni menga dermatolog tavsiya berdi. Va shunday akneli va aknedan keyin qolgan dog'lardan atigi bir necha oy ichida xalos bo'lganman. Agar sizda terini oxirigacha tozala olmaydigan yuvish gelingiz yoki yuvish mahsulotingiz bo'lsa, u yopiq komedonlar paydo bo'lishiga sabab bo'ladi. Bu bir martada yuzingizni juda ham chuqur tozalaydi va tarkibida niasinamid bor. Yuzingizning relyefini tekislashtiradi, sebum ishlab chiqarishni normallashtiradi. Yallig'lanishga qarshi ta'sirga egaligi bilan birgalikda uning tarkibidagi sink yuzingizdagi poralarni tozalaydi va toraytiradi. Bakteriyalarning ko'payishiga to'sqinlik qiladi. Bu yuz relyefini tekislovchi mahsulotni men Uzum marketdan topdim. Siz ham buyurtma berishni unutmang.